Shu UFC degan narsani men juda qattiq yomon ko'raman. Hamzat Chemayev degan bir musulmon odam chempion bo'lgan ekan, hozir yutqizibdi. Undan oldin Habib degan bittasi chempion bo'lgan ekan, bittasi islom ekan, hatto nomi ham islom ekan. Alloh hidoyat qilsin, u ham chempion bo'ldi degan narsalarni eshitsam va ayniqsa odamlar aytsaki, musulmonlar UFC'ning eng kattalari, musulmonlar unda g'olib, musulmonlar unda chempionlar desa, men subhanalloh achinib ketaman. Nimaga desangiz, UFC'ning egalari o'zi kimlar? Ya'ni kim unda asosiy pul topuvchi odamlar? Kimlar shunda? Ular bir-biri bilan urushib, qoni to'kilib, boshqa qilib, hayvondek masalan qafasga solinib, o'shaning orqasidan pul topayotganga o'xshaydi. Lekin ortida kimlar turibdi? Dana White'ni ko'pchilik UFC'ning egasi deb o'ylaydi. Dana White CEO xolos, boshqaruvchi xolos. Dana White UFC'ning egasi emas. UFC'ning egasi bo'lgan tashkilotlarning tepasida turgan odamlar bor. O'sha TKO degan kompaniya UFC'ni xo'jayini. TKO'ning CEOsi u ham bir CEO lekin. Ari degan odam, Ari Emanuel degan odam bu eng katta yahudiylardan. Buni otasi Isroil degan davlat tashkil topishiga xizmat qilgan birinchi odamlardan bo'lgan. Va Ari Emanuel bu o'sha sionistlarning kattalaridan, Isroilga katta yordam beruvchi odamlardan va o'sha 2023-2024-yillarda G'azoda qilingan genotsid va bu genotsidni biz aytmayapmiz, BMT aytib turibdi. BMT tomonidan urush jinoyati deb olingan bu urush jinoyati sodir bo'layotgan, qonxo'rlik bo'layotgan joylarda Ari Emanuel shuni qo'llab-quvvatlagan. Mana shu yaxshi bo'lyapti, haqqli urush bo'lyapti degan odam. Mana shu UFC'ning egasi mana. UFC'ning egasi bo'lgan TKO kompaniyasining CEOsi. Bularning ham TKO'ning ham egalari Silver Lake degan kompaniya bor. WMA degan kompaniya, uning egasi Silver Lake. Bularning tepasida turgan odamlar aksari yahudiy odamlar. Mana ismlarini men o'tirib hozir o'qib ko'rib o'tiribman. Agar bularni ko'rsangiz, mana bularni ham tashkil qiluvchi asosiy tepasida turgan odamlar, mana Hutchins bir narsa degan bir odamlar bor. Bular ham katta va bular mana bu o'sha Silver Lake kompaniyasi hozir mana TikTokni Isroilga sotib olib bergan, Amerika TikTokini Isroilga bo'ysundirib bergan asosiy o'sha tomonlardan bittasi. Asosiy shaxslardan bittasi. Va shu uchun hayron bo'lamanki, to'g'ri qafasda urushayotgan hayvonga o'xshab urushayotgan musulmonlar bo'lishi mumkin, lekin birinchidan u islomiy narsa emas. Bu yerda yalang'och yurgan ayollar, musiqalar, boshqa fahsh narsalar, erkak ayollar aralashib qurilish yurishi, avratlar ochirib jang qilishi. Hozir bir ayol kishi agar yarim yalang'och chiqib olib, masalan, ichki kiyimlarda chiqib olib, Alloh akbar desa, siz jahli chiqadi-yu. Nimaga erkak kishi avratni ochib chiqib Alloh akbar desa, siz buni qahramonlik deb olasiz? Uning ortida pul topib turgan odamlar mutlaqo islomga qarshi harakat qilayotgan odamlar va musulmonlarning qonini to'kayotgan odamlar. Shunday ekan, subhanalloh, musulmonlar UFC'ni ushlab turibdi emas, musulmonlar UFC'da hayvon bo'lib beryapti va zooparkning egalari afsuski mutlaqo hammaga ma'lum bo'lgan boshqa tomondagi o'sha Isroilni qo'llab-quvvatlayotgan odamlar. Buni o'ylash kerak, subhanalloh.